PUBG o'ynayman, stream qilaman, soqqani topaman, millioner bo'laman, bro. Kutuvdinglar, mandan atvet bo'lishini. Bilgansizlar, mandan atvet bo'lishini. Da PUBG o'sha mana shunaqangi to'paringlarda demasligingiz uchun birodarim, akkuratni gaplashamiz keling. PUBG'chilar ichida ham aqlli bolalar bor. Ya'ni akkuratni, menga o'xshagan. Siz aytyapsiz, unaqalar son mingtadan bittasi PUBG'dan pul ishlaydiganlar, tuding, u necha mingtasi harakat qilib undan qo'ldan sanaydigan chiqadi. Birodarim, siz ingliz tili o'qituvchisiz. Sizni qo'lda bir 1000 ta odam o'qisa, o'shandan nechtasi bir pizdes zo'r ishlab, zo'r pul topib keta oladi. Nechtasi qo'l bilan sanoqlisiz. Siz ingliz tilida aqllisiz, hayotda aqllisiz, lekin PUBG Mobile o'yini yo'nalishi emas. O'yin bu o'zi o'yin emas. Bu o'zi kasb. 2026-yildamiz. Kiber sport. O'yindan pul topib bo'lmaydi. Nima? Assalomu alaykum birodarim. Futbol ham o'yin. Cristiano Ronaldo, o'yinning orqasidan. O'yinmi shu? Misol o'yinmi? Faktичный, fakt bilan aytaylik, o'yinmi? O'yin. Lekin bizda ham mana shunaqa narsa rivojlanyapti. Kiber sport turiga kirganiga bir 4-5-6 yillar bo'lib ketdi menimcha PUBG. PUBG o'ynayotganlar hammasi ham bir siz aytayotgandek to'paraylar emas, bir xilla keladi, ishdan charchagan, nolchan chakib, to'tta guruncha bilan seriallardan bosadi. U onasi ham uchun yashayali qo'yinglar. Bir depressiya nimadir bilan chiqarish kerak. Ingliz tilini o'rganib bu miyalari charchoqlarni chiqarib bo'lmaydi. Bir yashayali qo'yinglar. Bir tushunmagan narsalaringga aralashmanglar. PUBG'ning o'zidan massiga qolasangiz, godsangiz 100 10 ta pul keladigan joy sanab beraman. PUBG'ning o'zidan akkaunt ko'tarib, levelini ko'tarib, sotaymisizlar, shundan pul qilay. Qo'yinglar. Bilmaysizlarmi? Aralashmanglar. Biz ingliz tilidan chiqib aqllilik qilmayapmiz-ku. Hayot ingliz tilidan iborat emas. U faqat ingliz tilini o'rgansa bo'lib turadi. Dubay shayxlardan o'qib ketaman, jali oyog'imda gelikdan bro, unday emas. Uzr qo'pollashgan bo'lsam. Hayot faqat ingliz tilidan iborat emas. Yo mana qo'l bilan sanoqlilari chiqadi ichidan. Xo'p, qaysi ishda shunday kirsanglar, bir milliard dollarlik oylikka ishga tiqib qo'yadi. Qaysiga? Menga aytinglar, qaysiga? Qaysi ishga shunday borsanglar, taksistlik, mardikorlikda ham ochrat tiqilyapti odam. Sanoqlisini olib ketadi. Taksida ham 1000 ta signal chaladi, bittasi ham mana odam. Qaysida bilad tanlov kam, qaysida tanlov yo'q, shunday borsanglar, sizlarni обязательно mana ishga oladi. Ingliz tilini o'rgandinglarmi? Ketdi Amerikaga, ket. Donald Trump tolda yordamchi ushlaysan. Yo'q, agar zo'r ong pasti gapirayotgan bo'lsam, azartda gapiryapman, lekin yo'q, so'zingizdan ingliz tilini o'rganib, nechta bir necha mingta shogirdlar ichidan chiqib mana darajaga kelib olgansiz. 500 mingta odam bor Instagramda. Haqiqat orasidan bilimlilar ham 48 ta diplom bilan shashib pishirib o'tirib birodarlar. Qo'ysanglar-chi, hamma rizqini har xil bergan Xudo. Uzr, neto gapirgan bo'lsam, sog' bo'lasizlar.